Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan sistem bosh aylanishi haqidagi videolarimizni davom ettiramiz. Agar sistem va nosistem bosh aylanishini nimaligini bilmasangiz, oldingi videolarimizni ko'rib chiqishingiz mumkin. Sistem bosh aylanishi bilan namoyon bo'luvchi yana bir kasalligimiz bu vestibulyar neyronit kasalligi. Vestibulyar neyronit, ya'ni vestibulyar nervning, ya'ni bizni muvozanatimizga javob beruvchi nervning shamollashi hisoblanadi. Bu asosan virusli yoki infeksiyalarda orqasidan kelib chiqadigan kasallik. Ko'pincha virus prostovoy gerpes, ya'ni gerpes virusi bunga sabab bo'ladi. Vestibulyar nevrit kasalligini simptomlariga keladigan bo'lsak, bu kasallikda sistem bosh aylanishi, ya'ni kuchli bosh aylanish, ko'ngil aynishi, qusish ayrim holatlarda, ya'ni yoki bo'lmasam ko'zning noaniq ko'rishi nistagm hisobiga shu kabi simptomlar yuzaga keladi. Bemor o'zi yura olmaydi, yonida kimdir ushlab yurishi kerak yoki bemor to'shakka yotib qoladi. Davomiyligiga keladigan bo'lsak, bir necha soatdan bir necha kungacha, haftagacha bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi hatto 1 daqiqaga ham to'xtamaydi. Bunday holatlarda bemor o'rnidan turmaydi, yotaveradi. Boshini u yoqqa bu yoqqa qilsa ham bemorda kuchli bosh aylanishi kuzatilaveradi. Bemor yursa ham, o'tirsa ham bosh aylanishi qolmaydi. Shuning uchun bemor ko'pincha ko'zini bu holatlarda yumib oladi. Kasallikning o'tkir davrida bosh aylanishi, ya'ni kuchli bosh aylanishi 1 kundan 3 kungacha davom etishi mumkin. Keyin 3 kundan keyin sekin-sekin asta bosh aylanishi kamayishni boshlaydi. Lekin agar bu kasallikning 1 yoki 2 kunidayoq to'g'ri tashxis qo'yilmasa, bu surunkali holatga o'tib qolishi mumkin. Ya'ni bu uzoq davom etuvchi bosh aylanish kasalligiga o'tib qoladi. Vestibulyar neyronitning Menier kasalligidan farqi, vestibulyar neyronitda bemorda quloqda eshitish pasayishi yoki shovqin kuzatilmaydi. Bemorda faqat bosh aylanishi kuzatiladi xolos. Va kuchli bosh aylangani hisobiga ko'ngil aynish, qusish kabi simptomlar ham bo'ladi. Va davomiyligi bir necha kungacha bo'lishi mumkin. Menier kasalligida bir necha kunga emas, bir necha soatgacha, ya'ni 3 soat yoki 4 soat bo'lishi mumkin. Juda og'ir holatlarda Menier kasalligida 1 kungacha bo'ladi. Qolgan paytlarda esa 3-4 soatda o'tib ketadi. Vestibulyar neyronitda esa ko'pincha bir necha kungacha davom etadi kuchli bosh aylanishi. Kasallikning o'tkir davrida davolash maqsadida bemorga glukokortikosteroidlar, yallig'lanishga qarshi dori vositalari, virusga qarshi dori vositalari va vestibulolitiklar, ya'ni vestibulyar nervni, ya'ni bosh aylanishini kamaytiruvchi dorilar erta berilishi kerak. Chunki qancha davolash erta boshlansa, asorat shuncha kam qoladi. Endi keyingi kuchli bosh aylanishi bilan kechadigan kasalligimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu vertebrobazilyar sohada insult, ya'ni miya ustunida insult bo'lishi. Bunda bemorda to'satdan kuchli bosh aylanishi boshlanadi. Boshqa bosh aylanishlardan farqi shundaki, bunda bemorda bosh aylanishidan tashqari nutq buzilishi, yoki tananing yarmining ishlamay qolishi, yutinishning qiyinligi, ko'zda ikkita ko'rishlik va shunga o'xshagan simptomlar birga keladi. Bunday holatlarda bemorni zudlik bilan MRT yoki MSKT tekshiruvi o'tkazilib, reanimatsion holatda davolanishi kerak bo'ladi. Shu yerda yana bitta holatni aytib ketmoqchiman. Ya'ni meditsinada tranzitor ishemik ataka degan narsa bor. Ya'ni o'sha vertebrobazilyar sohasida insult emas, ya'ni tranzitor ishemik ataka bo'lsa, ya'ni u 1 kunda xuddi shunaqa boshlanadi. Ya'ni bosh aylanishi, ikkita ko'rishlik yoki boshqa yarim ishlamay qolishlik, lekin u 24 soat davomida o'tib ketadi. Unda biz TIA, ya'ni tranzitor ishemik ataka bo'lgan bo'ladi. Ya'ni u 1 kunda 24 soat davomida o'tib ketadigan kichkina insultni aytiladi. Insult yoki tranzitor ishemik ataka bo'lishiga moyil odamlar bor. Bular kimlar? Bular qandli diabeti bor odamlar, davleniyasi doim oshib yuradigan, ya'ni gipertoniklar, yana ulardan yuragida aritmiyasi bor odamlar yoki o'ta kam qon odamlar, shular gruppa riskiga kiradi bular. Insult yoki tranzitor ishemik ataka bo'lishiga moyil
odamlar bo'lib, bularga gipertoniyasi bor, ya'ni o'sha davinasi oshadigan, qandli diabet, aterosklerozi bor odamlar va yuragida aritmiyasi borlar, bular xavf gruppasiga kiradi. Ya'ni shu kasali bor odamlarda ko'pincha shunaqa insult holatlari yoki tranzitor ishemik holatlari ko'p uchraydi. Keyingi sistem bosh aylanishi bilan kechadigan kasalligimiz juda ham qiziq. Xudo xohlasa narigi videolarimizda uni qo'yamiz. Lekin oldin siz kanalga obuna bo'lib, like qo'yishni unutmang.